Ikkinchi tilla og'ir kasalliklaridan chaqimchilik, buzg'unchilik, fitna solish yoki birodariga nisbatan yomon gumonda bo'lishiga sabab bo'ladigan biror bir gapni chaqimchilash yoki bir-biriga o'sha yomon ko'rsatishni maqsad qilib gap tashib yurish. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu chaqimchilik juda yomon sifat. Alloh ofiyatda qilsin. Ya'ni chaqimchilik bu qiyomat azobi, jahannam azobidan oldin qabr azobiga sabab bo'ladigan amal. Nabiy sallallohu alayhi vasallam la yadkhulul jannata namam deganlar. Jannatga chaqimchilar kirmaydi deganlar. Undan keyin o'zi musulmon kishi aqlli, ya'ni zaki bo'ladi. Boshqa bir odam haqida bir odam so'z olib kelyaptimi, o'rtog'i yoki bir dugonasi haqida tez uni miyasida filtrlab oladi. U so'z birodarimni yomonlayotgan so'zmi yoki o'sha odamni yaxshilaydigan gapmi tezda filtrlab oladi. Eshitib o'tirmaydi yomon bo'lsa ham. To'xta deydi, gapirma menga bunaqa gaplarni. O'zing ham gapirib yurma deb qaytaradi. Keyin o'zi umuman ehtiyot bo'lish kerak bunaqa odamlar bilan do'stlashishdan, birga yurishlikdan, masofa saqlashlik kerak. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadilar: "Ihzar mimman naqala ilayka hadithu g'ayrik." Senga boshqani gapini ko'tarib olib kelayotgan odamdan ehtiyot bo'lgin deydilar. Fa innahu sayanqulu ila g'ayrika hadithak. Chunki u albatta seni gapingni boshqaga olib boradi, ko'tarib boradi deb aytadilar. Alloh taolo tillarimizni ofatlardan saqlasin. O'zini huzuriga salomat qalb bilan borishni nasib etsin.